Men to'g'risini aytaman, oxirgi payt men bu narsadan zavq olmay qo'ydim. Media futbol bulg'anib ketdi. Uje yumshoq qilib ayta olmayman bu narsani boshqachasiga. Mana media futbol hozir qaysi tarafga qarab ketayotgan bo'lsa, shu narsani menga uje qiziq qolmadi to'g'risi. Chunki borgan sari professional futbolga yaqinlashib qoldi. Men o'zim shu narsadan qochib bu ishni boshlaganman-da. O'zim media futbol deganda birinchi o'chirt qaysi so'z kelyapti? Media kelyapti. Borgan sari media futboldan mediani asari ham qolmayapti. Shu narsa menga yoqmayapti o'zi. O'shaning uchun ham Unlimited Voice formatini вообще tubdan o'zgartiraman. Shunga o'zi ancha oldin qaror qildim. Bilgan bo'lsanglar, Rossiya media ligasidan kelganimizdan beri bizda primerni 2 oy davomida trenirovkalar bo'lmadi, ozgincha pauza bo'ldi. Bu narsa men yaxshilab chuqur o'ylab olishim uchun hamidi. Chunki mana Rossiya media ligasiga ham bordik. U yoqda media komandalarga qarshi o'ynamadik-da, to'g'risini aytaman. Raqibimiz aytaylik, u yoqda qanaqa bu komandanimiz media deyishimiz mumkin. Ularda hech qanaqa kontent bo'lmasa, hech nima yoritilmasa, na bir prosmotr bo'lmasa, ularda professional futbolistlar oylikka kelib trenirovka qilib o'ynab ketishyapti. Bizda media komanda, bizda prosmotrlar bor, YouTube'da, Instagramda, Telegramda. O'shaning uchun bunaqa komandalar bilan konkurensiya qilishdan qanaqa ma'no men shuni tushunmayapman. Masalan, bunaqa konkurentli futbol o'ynayapmiz, na bir to'lqin katta pul keladi bu narsadan. Futbol orqali biz daromad ko'rmaymiz, to'g'risini aytsam, faqat shu keladigan pul bizga mediadan kelishi mumkin, reklamadan kelishi mumkin. Biz mana bitta futbolli komandani futbol tomonlama kuchaytirishni o'ylab yuraversak, kontent qolib ketaversa, bizda nima bo'ladi? Na futbolistlarda katta oylik bo'ladi, na kuchli komanda bo'ladi, na bir kontent yaxshi bo'ladi. Menga yoqmayapti ketayotgan yo'nalish. O'shaning uchun hamma qila olmaydigan narsalarni biz qilishimiz kerak yana, to'g'risi. Bu yo'nalishni O'zbekistonga olib kirgan paytimiz bu haqiqatan O'zbekiston futboli uchun, media futboli uchun prям yangiligida wow effekt bergan edi. Hozirgi kun esa любой odam keladi, 20 ta bolalarni oladi, biz media komandamiz, kutib oling deb bayram qiladi. Men bu bayramda uchastnik bo'lishni xohlamayman, to'g'risi. Men hozir bilaman nechtadir odamlar hozir media komanda ochish planlashtiryapti, media futbolni turnir qilish planlashtiryapti. Bizni chaqirishni xohlaydi, boshqa qiladi. Menga to'g'risini aytaman, bu narsa уже ichimda olov yo'q bu narsaga. Boshqacharoq направлениyaga olov bor, o'sha narsani bu yog'iga olib ketamiz. O'shaning uchun ham уже sezgan bo'lsanglar, bolalarni kamaytirish bilan shug'ullanyapman. Hozir bu videoni ham mana Brook Boys bilan o'yindan chiqib sirazi yozyapman, paka ichimdagi olov borligida. Masalan, Brook Boys bilan ham hozir sinab ko'rdik, yangi format, har xil o'yin payti challenge'lar qildik, har xil yangicha narsalar tekshirib ko'rdik-da. Bu narsa odamlarga zo'r emotsiya berdi deb o'ylayman. Translyatsiyada ham, tribunadagi odamlarga ham yangicha narsalar qilish kerak. Men bu yerda konkurentli futbol kimga qiziq? Biz eng zo'r futbolist emasmiz. Bizning komandada eng zo'r futbolistlar yig'ilmagan. Sizlarga zo'r futbol ko'rsatish uchun. Zo'r futbolni mana professional futbolda ko'rasizlar. Superliga bor, Osiyo Chempionlar Ligasi bor, La Liga, APL, Liga Chempionov. Mana haqiqiy futbol o'shda. Bu yoqda media futbolda bir boshqacha yangi nafas, boshqa narsa bo'lish kerak, to'g'rimi? Men nimaga shuncha hozir oxirgi yil komandani futbol tomonlama kuchaytirishga aksent qaratib tashladim? Yo'q, men u narsani xohlamayman, to'g'risi. Shu narsani mana endi qaror qilaman sizlarga ochiqchasiga gapirishga. Bu videoni ko'pchilik oxirigacha ham ko'rmaydi. Mana Brook Boys bilan o'yindan keyin davomman. Bugun hozir o'ynab kelyapmizda, odamlarga yaxshi emotsiya berdik. Yana bir marta aytib o'taman, lekin kommentda odamlar aytayapti, bu bo'lmaydi, bu o'yin boshqa bo'lmaydi. Biz professional komanda emasmiz, u faqat yutuq uchun kurashadigan, to'g'risi. Media komanda shou qilish kerak. Biz mana bu yerda hozir yana kurashib bir nima qilib yuradigan bo'lsak, kimga qiziq qoladi? Menga bu yo'nalishda eng zo'r futbolni komanda yig'ish hozircha qiziq emas, keyinchalik qiziq. Может, professional futbolga kirib borarmiz. Lekin hozir bu media futbol. Biz professional futbolga kirib borishimiz uchun bizda katta pul bo'lish kerak. Katta pul topishimiz uchun biz ko'proq mediaga e'tibor qaratishimiz kerak. O'shaning uchun bu yog'iga o'zgarishlar hali davom etadi. Shu yil oxirigacha hamma o'zgarishlarni qilib chiqamiz. Hali bizdan yana bolalar ketish kerak, chunki tushuntirib o'tganimdek, bu yog'iga hamma e'tibor mediaga bo'ladi. Dunyoning eng kuchli klubi menga hozircha kerak emas. Unaqa klub men yig'a olmayman. Meni paka unaqa sharoitim yo'q. Qachon unaqa yig'a olaman? Qachonki har bitta futbolistga 15 million, 20 million, 30 million oylik qilib bera olganimda, menda o'sha yaxshi futbolni komanda bo'ladi. Hozircha men o'zim ham
bu narsadan foyda ko'rishim kerak, bu narsadan zavq olishim kerak. Men to'g'risini aytaman, oxirgi payt men bu narsadan zavq olmay qo'ydim. Chunki menda har kuni trenirovka komandada, u trenirovkada men Poliyani pulini berishim kerak. Har kuni 800 ming, 1 million endi hisoblanglar bitta trenirovkani o'ziga. Undan tashqari poyezdkalarga borish kerak. Undan tashqari bu yoqda futbol kuchayib ketganligi uchun bolalar xafa bo'lib qoladi. Nega men mediaman, men futbol o'ynamayman yoki futbolistlar xafa bo'lib qoladi. Voy, menga kattaroq oylik kerak, boshqa kerak. O'shaning uchun bo'ldi. Yana dalshi men o'zimga yoqadigan, o'zim yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanaman. Shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Uni odamlar qanaqa qabul qiladi, o'zimizni bolalar qanaqa qabul qiladi, o'sha vaqt ko'rsatadi. Masalan, bolalar bilan o'sha gaplashib hamma narsani planovka qilganmiz. Bolalar hamma narsaga tayyor, bu narsani to'g'ri qabul qilishgan. Xullas, shunaqa gaplar. Bu yilni hozir spokойно tugatib qo'yamiz va keyingi yildan taxminan nima kutishinglar mumkinligini tushunvasanglar bo'ladi shu videodan. O'shaning uchun podдержка qilishda davom etinglar. Ko'proq kontent, ko'proq shou kutinglar. Dunyoning eng kuchli klubiga aylanishimizni yaqin orada kutmanglar. Birinchi sharoitimizni yaxshilab olaylik, keyin futbol o'ynaymiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Nima deysizlar? Like bosinglar, o'rtoqlik jo'natib qo'yinglar bu videoni. Ular xabardor bo'ladi mana shunaqa narsalardan. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.